kallash qilayotganimda endi niyat qilmay kallash qilganim endi niyat qilib kallash qildim. Allohim shu 2 yil 3 yil ichida hammasiga erishib ketdik. Vaholanki 2022da oxirida yozgan bo'lsam buni 2023 menga o'ta omadli keldi. Regional direktorlik ushadim, $2000 oldim. Kumush ushadim, $3000 oldim. Zolota ushadim, $5000 pul oldim. Vaholanki orzularimdan voz kechmadim. Orzularimni ular orzu odam emas deb e'tibor bermay qo'ymadim. E'tiborim bor edi orzularimda. Mana shu kitobda orzu qilganman, sovg'a qilishdi. Bu pullarni oldim. 2022-yilda men kumush emas, regionalni emas, oddiy 2-rangga direktor edim. Bu rasmni tushayotganimda. Va men mana shuni kumush direktor deb boshlarimga tochlarni kiydirib, nima qildim? O'zimni qo'yib qo'yganman. Sirrazi regionalni yopib kumush tushab qo'yganman. Bo'lgan bu narsa va uyda maketini qo'shib qilganman. Maketni uyarganman. Soyda o'zimning uyim bor. Sotib oldim. Maket holatda tayyor yashayapman. Va vaholanki Madina bilan Makkani qo'ydim. Mana endi papayam qildim. Tushunyapsizmi? Birinchi Madinaga borarkan, keyin Makkaga borarkan. Umraga borganlar biladi bu narsani. Xo'p. Pullar, ko'zingizga kattalar oldidan hasrat bo'ldim. Mana pullar. Maqsadimga erishdim. iPhone oldim. Vaholanki mana endi nima degan? Marvarid komandasi liderlari deganman. Marvarid qancha qoldi bilasizmi? 5 qoldi inshaalloh. Endi keyingisida mana mashinalar oldim. Shundasida men egizak bolam bo'lishni xohlaganman. Qarasam, o'zimni xafa qilib qo'yaman ekan, buni ko'rsam. Bo'ldi. Bu safar yaratgan kallashim ko'rsating stat. Mana. Oldin faqat o'zimga so'raganman. Endi men liderlarimga so'radim. Dinar opa, marta liderlarim bor. Ya'ni primo liniyada 7 liderim bor. Yaxshi e'tibor beringlar. Ha, o barni tomonda. Bu yerda men